Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dah ve ala alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadirlik qarindoshlar. Men bugün Peygamber ko'rsatmalari nomli da'vat darsimning 15-qismisi padişahlarga maktub degan bu temada so'zlamoqchi. Aziz musulmonlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ish harakatlari, faoliyatlari hammasi bizga din, vahiy va u orqali biz islomni to'liq, atrofli, mukammal tushuna olamiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning podshohligiga yo'llagan maktublari dinning xarakterini, tabiatini, dinning haqiqiy salohiyatini bizga aniq ko'rsatib turibdi. Ming afsuski, bugun dinning sohiblari bo'lmish bir turkum islomning musulmonlarning yetakchisiman degan kishilar dinni eng muhim qismisi bo'lgan, asosiy qismisi bo'lgan dinning hokimiyat, davlat tarafidan faqatlam ayriyotidir. Mana bu Payg'ambar alayhisolamning maktublari bizga islomning haqiqiy mohiyatini tushuntiradi. Aziz qarindoshlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hudaybiya sulhisidan keyin, ya'ni hijratning 7-yillaridan keyin atrofidagi qabila oqsoqollari va shu davrdagi davlatning xoqon podshohlariga har turli maktublarni avatgan. Bugungi darsimizningki avatilgan maktub Umman podshohligining podshohlariga yo'llangan maktub. Arab yerim arilini, ya'ni Rasululloh Makka mukarrama va uning atrofidagi qabilalarni birlikka keltirib, ularning hammasi islom dinining hukmronligi ostiga, tavalligi ostiga o'tgandan keyin Payg'ambar alayhissalatu vassalam atrofdagi xoqon, podshoh, yurt oqsoqollariga islomga da'vat qilg'ili, hammani islomga da'vat qilg'ili xat avatdi. Mana bu xatlarning qatoridan bo'lsa, Umman podshosiga Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ni vakil qilib xat avatdi, birodarlar. Bu xat ning teksti tuvandikicha. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah tarafidan Julandi degan kishining ikki o'g'li Jafar va Abduga avatilgan xat. Salamun ala man ittaba'al huda. Hidoyatga ergashgan, ya'ni hidoyatni ig'izidi degan, ig'izida so'zlagan emas, ittaba degan, uni amaliy hayotiga tatbiqlagan, hidoyatni o'zining amaliyati bilan isbotlab ko'rsatgan, hidoyat uning bilan namoyon bo'lgan kishini demakchi. Mana buningga ergashgan kishiga dunyodami tinchlik, oxiratdami tinchlik bo'lsin. Dunyoda musulmonlarning qilichidan, tahdididan, musulmonlarning xavfidan tinchlik, oxiratda Allohning azobi, jazosidan tinchlik bo'lsin. Maqsadga kelsam, fa inni ad'ukum bi da'iyatil islom. Men sizlar ikki podshohni islom da'vatiga chaqiraman. Sizlar haqni qabul qilib, haqqa taslim bo'linglar. Agar haqni qabul qilib taslim bo'lsanglar, sizlar salomat qolasizlar dedi. Aziz birodarlar, bu islomning bu atrofdagi podshohlarga maktub avatishi islomning asli qimmat qarashi va tasavvuriga uyg'un. Chunki
İslam kıymet karşıda, İslam tasavvurida bütün dünyadaki mahlukat, mevcudat, canlılık, cansız hamma narsa Allah'ın mülkü. Lillahi mulkus semavati vel arz. Mana asman, zemin ve onun içindeki her kandak narsaning igidachilik huquqi, onu yok yerden yaratışta ve şundak dünyaya onu ekilişte ve onun bugünküdek mevcut bulap turuşudaki sistemini, kanun intizamını uğurlaştırışta ve onu baş kuruş idare kılışta bunun hukuku Allah'a mensup degan ideyadan kelgan. Şu Müslüman elhamdülillahi Rabbil alemin degan sözüdümü Allah subhanahu ve ta'ala'nı bütün dünyanın, alemlerinin, bütün dünyanın tağının mı, taşının mı, ayının, günün, asmanın, zeminin, sunun hemminin ilgisi. Onu başkuruduğun, onu halıganca kontrol kılıdığın zat Allah demek. Demek ki zemin üstüde Allah subhanahu ve ta'ala'nın idaresi, Allah'ın başkuruşu üstündeki zemin üstünde yaşaydığın insanlar Allah Teala'nı tunuş, Allah'a boysunuş ve Allah Teala'ga hakiki teslim buluş asasını yaşaydı. Ya kalbide onun işinip hakta turup onun teslim bulup yaşaydı. Bu mümin Müslüman buludu. Ya ki onunla muşu zeminde yaşaş üçün o Allah'a teslim buludu. Xuddi biz bilek bir elning devletiga basak, o devletning pasport bağandan keyin şu devletning tüzümiga, kanunuga, köçmenler kanunuga ve sirtdan kelgan sayohatchi bulamdi, her türlü ölçemlerge boysunup yaşaş o devletning talab taqozosi. Ya men boysunmayman, bununla unumayman deydigan kishi u davlatdan qo'g'lab chiqariladi yoki u davlatga borolmaydi birodarlar. İnsan mana bu zaminda yaşaydi ekan, chuqum u Allah subhanahu va taolaning hayotdagi belgilab bergan yashash o'lchamiga bo'ysunib yashaydi. Shunga bu islomning hukmronligi, İslam'ın gücü zemin üstündeki hamma yerga yetidi ve yetishni bu asosiy prinsip qilgan. Ve bu orqali İslam o'zininki mana bu Rabbul Alamin sifatini o'tirg'i chiqarmoqchi. Fa'inni Rasulullah ilen nasi kaffe. Mana Peygamber Aleyhisselam bu merkezi ideyani bu yerda o'tirib qo'ydi. Haqiqatan men Allah Teala'nın bütün insanlarga, Arap, Acem, barcha millatlarga ve barcha tilda so'zlaydigan, shivida so'zlaydigan kishilarga avatilgan elsiman dedi. Chunki Allah bütün insonni yaratgan ekan ve o insanlarning hammaga haqqi chaqiradigan, to'g'ri yetaklaydigan o insanlarni Allohga qaytirib akilib, Allohni tunutadigan kishini avatish Allah'ın rahmetinin talebi ve takazzası ve Allah subhanahu ve ta'ala'nın mana bu insanlarını dünyaya akilişteki rububiyet süperler aziz burada. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ deydi. Mana bu ayette mi? Hayat boğan kişilerini ağalandırış üçün kafirlarga gazap sözü hak boğulu dedi. فَاِنَّكُمَ اَگَرْ سِلَا İslam'ını itiraf kılsanlar, yani İslam'ın ictimai tüzümlerini ve İslam'ını umumizde kalbinlerde doğru dep tasdiqlab itiraf kılsanlar, men sizlarni kavminglarning padişahı qilib qo'yman dedi. İslam burunqi padişah, burunqi xaqon, burunqi hukmronni o'rgatmaydi aziz birodarlar. Shu peti burun o'zining akli, tecrübesi ve insani siyasetini asas kılıp padişah bo'lgan bo'lsa, İslam'ni qabul qilgandan keyin Allah tarafidan kelgan hukmni asas qilib turib ve onu cemiyet, cemaatning ve o'zi hukmronlik qilayotgan elning asosi qilib turib bosh qo'ysa,
mana bu o'zining huquqi, o'zining saltanatida qilaverdi. Islom buningga qarshi chiqmaydi. Agar sizlar islomni e'tirof qilg'ili unimisanlar, islomni qabul qilg'ili unimisanlar, sizlarning podshohliginglar qo'linglardan ketadi deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mening otliq qo'shinim sizlarning davlatinglarga boradi, u yerga keladi. Payg'ambarlikim sizlarning podshohliginglarda, ya'ni sizlar podshohlik qilayotgan bu yurtinglarda oshkora bo'ladi. Mana bu xatni Payg'ambar alayhisolatu vasallamga Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu yozib berdi va xatni Ubay ibn Ka'b pechatladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining tamg'usini, nubuvvat tamg'usini xatning ustiga bosdi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana islomning quvvati, islomning izzati, islomning va umumiyuzlik insonlarga bo'lgan da'vat da'vat tabiatini kishilarga yoydi birodarlar. Islom mana bu shundoq din bu. Hamma odam yashaydigan, hamma odam kiradigan din. Ummanda ikki dona akuf ko'paydi. Ikki akuf bu umman davlatini boshqarib o'tadi. Amri deydi, ya'ni shu xatni ko'tarib bo'lgan amri deydi, men xatni olib umman davlatiga yetib keldimda, u yerga yetib kelib, shu ikki podshohning biri bo'lgan abdining qishig'i bordim. Buning qishig'i berishdagi maqsad bu ig'ir besiq, shundaqla axloqi yaxshi bir kishidir. Asosiy maqsad, elchining maqsadi ishni yarashtirish, vazifani to'liq ado qilish. Biz bir yerga bir kishini elchilikka qo'ymoqchi bo'lsak, shu elchilikka yaraydigan odamni qo'yishimiz kerak. Aqlli, zirak, ishni yaxshi betaraf qila oladigan odamni qo'yishimiz kerak. Mana Payg'ambar alayhisalom Amr ibn Asni eng zakiy kishi edi, ushya zirak kishi edi. Bu kishini avatdi va bu kishi amana bu xatni opiring debdi, opiraya demasdan qanday qildi? Shu ikko'larning qishig'iga ebbadi. Shuning qishig'i, ikko'larning qishig'i birining qishig'iga ebbadi. U axloqi nihoyat yumshoq, kishilarga tiz ochiqlanmaydigan, bir ishni tiz kesiblam rad qilmaydigan, ig'ir besiq, o'ylanib javob beradigan bir kishi edi. Men onunğa xatni bergandik, men onunğa xatni berish uchun dedimki, inni rasululloh ilayka va ila axik. Men Alloh taolaning payg'ambarining sizga va qarindishingizga avatgan elchisi. Elchi, bu xatni olib keldim dedim. Abdi deydi, mening qarindishim mendan yeshi cho'ng, huquq jihati mendan kuchlik, uning huquqi cho'ng. Bu davlatda asosiy huquqni tutuqliq, shundaqla yeshtimi cho'ng. Men sizni shuning qishig'i olib boray dedi. Buni bu yerda rad qilmadi, kesib o'tmadi. Voy bizni bo'ysuning deb, bizga bosh eging, bizga tava bo'lang deb kepti. Biz bu davlatimizni, hokimiyatimizni boshqalarga qanday tava qilib ketamiz deb lam gapni kesib o'tmasdan o'ylanib boqay dedi. Yani men sizni o qarindishimning qishig'iga yetkazay, o xatni o'qisin deb bo'lib, nimaga chaqirsiz dedi. Xatning maqsadi nima? Nimaga chaqirmoqchi degandan amri deydi, men Allah yakki yigani Allah subhanahu va taologa chaqiraman. Allah bütün dünyanın hükümranı, padişahı, mutlak cheksiz kuch quvvatning egasi. O dunyoni yaratdi, o dunyoni ijod qildi. Biz hammamiz o yaratgan, o ijod qilgan dunyoning ichida yashab o'tibmiz. Ham biz uningki bandisi. Men shuningga qul bo'lang, shuningga bo'ysuning, shuningga bosh eging deb shuningga chaqiraman. Va o Allah subhanahu va taolodan boshqa barcha ma'budlarning hammadan ado judo bo'lib, uningdan munosabatni uzishga chaqiraman dedi. Mana bu tavhid. Davet birinci tevhid bilen başlanır.
dinni tunumgan, dinni tushunmagan har qanday odamni eng oldi bilan tavhid bilan boshlash kerak. Uningga islomning tarmoq qismlari bo'lgan va boshqa fiqhiy qismlar bo'lgan yerdan boshlanmaydi aziz birodarlar. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kulu ve Allah Teala'nın peygamberi deb guvalık birisiz deb emri cevap verdi. O dedi, ey emri, sen halkının içinde en yüzlük kabile sakılı boğan bir insanın balısı sen. Senin dadan qanday qildi dedi. Sen o bugün Müslüman bulup bir elçuk kimse ama sen cemiyette o'rning imtiyozing yuqorida dadan qabila boshlig'ida sening dadan qanday qildi buningga degandan o emri dediki mening dadam afsus bu dinga ishonmay bu dinga ergashmay dunyodan o'tib ketdi. Men dadamning bu dinga kirishini shunchalik yaxshi ko'ratdim, orzu qilatdim. Amma dadamning bu dinga kirmay ketib qolganligidan bak afsuslanaman dedi. Men bu beşide dadamga o'xshash qarash dedim. Dadamni dunyoda Alloh kafir holat olib ketdi, ammo menga hidoyat qildi dedi. Sen qachon ergashding deb so'radi o abdi. Emri xatni olib emri deydi, men yaqinda ergashdim dedi. Uzun bo'lmadi. O mendan qanday sen hozir islomga kirgandikin sening bu islomdan his qilgan his tuyg'ularing, hissiyoting qanday bo'ldi deganda men Neccaşi'nin kaçtı idim. Neccaşi'nin kaçtı idim deb Neccaşi'nin mu Müslüman bo'lganligini bugünkü kundagi Etiopiyaning zo'ngtinga ayni vaqtdagi Neccaşi'nin Müslüman bo'lganligini xabar qilsam, o dediki, hey o zo'ngtin bo'lgan chaqda, ya'ni u Müslüman bo'lganda uning podshohligiga qarta xalqi qanday qaradi dedi. Birodarlar, bu hukuk inson eng talishadigan ve hukukdan ayrılıp kalıştan insan en qo'rqadigan bir narsa bu. Shuning uchun inson mana bu hukukni saqlab qolish uchun milyonlarcha insonning qonini to'kadigan, millatiga xoinlik qiladigan, hatto o'zining bir tuqqan yaqin yo'riqlariga en vahşi qo'lini sunadigan mana shunday bir narsa bu. Shuning uchun podshohlining boshqa dinga kirishni qabul qilolmasligi eng oldi bilan o'zining huquq va imtiyozidan, saltanat va izzatidan dunyoda o'z oldiga mutlaq hukmron bo'lishdan iborat mana bu oliy mansibidan kechanmaslikdan bo'ladi. Men onun sualiga onun xalqi hammasi itiraf qildi, ergashdi dedim. Padişah Müslüman bo'lsa, o padişahning atrofidagi kishilar asosan Müslüman bo'ladi, uning yo'lini qabul qiladi. Desam, o qopab atrofdagi rohiblar ve poplar bulib ergashdimi dedi. Chunki Hristiyan dininin poplari bor, rohiblari bor, mana bulib ergashdimi dedi. Men dedim, ha dedi. O xalq degan o endi qayerga chaqirsa podshoh, shunga mangadi o yavaş o xalqninki o'z oldiga maydoni, o'z oldiga e'tiqodi, o'z oldiga yo'limi bo'lmaydi o podshohning keyniga kirib mangadigan narsa. Ammo rohiblar, poplar buni qanday qildi? Bulib ergashdimi debdi. Ha desam, o dedi, ey Emri, ma gapni ishonammi? Ey Emri, sen ma degan so'zingni o'ylanib baq da. İnsan hayatida yalgan etsa, yalgan adamni qattiq sharmanda qiladi. Bu yalganchilik degan odamning obro'yi to'kiladigan, jamiyatda o'rni tushadigan kishilarning oldiga qadr qimmati butunlay vayron bo'ladigan ish ma o. Buningga sen o'ylanib baqqin. Sen dinimga sodiq bo'laman, aqidamga sodiq bo'laman deb yalganchilik qilma dedi. Men dedim, odamlar ichida har qanday ish yushirinib qilishi, maxfiy qilishi mumkin, ammo yolg'onchilik bu maxfiy qolmaydi.
Men asla yolg'on etmedim, yolg'on etmayman. Hem bu bizning dinimizda yolg'on etish kibir gunoh, harom dedim. Mana qarab baqinglar birodarlar. İslam yolg'onchilikni eng qattiq cheklagan, to'sqan din. Hatta İslam yolg'onchilikni İslamning to'liq qarshisi bo'lgan nifaqlikning yo'liga, azg'unlikning yo'liga selingan kavrik deb bayon qilgan. Ming afsuski bugun musulmonlar ishonchi qiladigan kishilar shunchalik oz bo'lib ketgan. Asli musulmonning ichidan yolg'onchining chiqib qolganligi bir ajoyib ish bo'lsa, bo'lishga tegishli edi. Bugun musulmonning ichidan rostchil kishilarning chiqqanligi ajoyib bir ish bo'ladigan bo'lib qoldi bu. Bu qiyomatning alomati. Bu dinimizni o'zimiz qimmatini, qadrini yo'qotganlikning nishonasi bu. Mana bu abdi bununla hayron qilib, sen zodi Najjoshining musulmonligiga bo'lganligiga haqiqiy ishini alamsa, ishonjang bormi dedi. Men uning dedimki, ha, u musulmon bo'ldi, qavmi musulmon bo'ldi. U Najjoshining musulmon bo'lganligini Hirakli deydigan bu podshoh bilamdi dedim. Bu hamda Etiopiya bilak bir cho'ng bir davlatga qarashliq bo'lganlik uchun cho'ng boshliq uni bilamdi deb uni so'radi. Chunki uningdan bir besim kelib qoladi, dinini o'zgartiribdi, siyosatini o'zgartiribdi deb besim kelib, huquq qo'ldan ketamiki deb ansirab uningdan so'radi. Men dedimki, uni bildi, Hirakli mu bildi. Lekin o bununla qarta mening onun bilan ishim yo'q. Yani o agar u dinni qabul qilgan bo'lsa, qabul qilsin, o'zining ixtiyori, o'zining erkinligi, men uni to'smayman dedi. Hatta agar men mushu podshohligimni demagan bo'lsam, bu huquqni qo'limdan ketamiki deb o'ylamagan bo'lsam, men bu agishitdim. Mana, qarab baqinglar mana. Bu huquq haqni tepish, to'g'ri yo'lga kirish, Allohning dinini qabul qilish va inson o'zining irodasiga hur holatda ega bo'lib yashashdan to'sadigan narsa mana bu. Aziz birodarlar, bu hammasi Allohning imtihonlari. İmtihanlarning ba'zi cho'ng, ba'zi kichik bo'ladi, ba'zi ig'ir, ba'zi yengil bo'ladi. Ba'zisidan inson Allohning imtihonlaridan o'talaydi, yana ba'zisidan o'tolmaydi. Hatto Najjoshi musulmon bo'lgandan keyin Hirakliga topshiradigan bojning hammini boj topshirdi. Bojning hammini men topshirmayman. Bugundan boshlab Hirakliga beradigan bir daldanmi yo'q deb e'lon qildi dedim deydi. Mana bu maydon bu. Bir musulmonning maydoni. Musulmon izzatga erishgandan keyin, haqiqiy islomning lazzatini tadigandan keyin, Allohga o'zining uchishni yuyilgandan keyin, u Allohdan iborat butun dunyoning podshohlarining podshosining quli bo'lgandan keyin, u o'zidagi ojizlik, o'zidagi xorlik, o'zidagi g'ariblik, o'zidagi qo'rqinch, o'zidagi menni bulab ketaman degan mana bu vasvasa andishlardan hammadan qutuladi aziz birodarlar. Chunki haq yo'lda mangan insonning qo'rqinchi yo'q. Yashasa haq bilan beshi ustun yashaydi. Dunyodan ketsa haq bilan ham xotirjam aram oladigan joyga ketadi. Butun qo'rqinchi, tashvish, ansizlik kimga? O haqni tutmayotmagan, haqni qabul qilmagan kishilarga. Fakat haq ahlidagi qo'rqinch mush haqni layoqatida qo'g'diyolmadim. Haqqi layoqatida muomala qilolmadim. Haqqa haqiqiy qadrlayolmadim bu haqni degan qo'rqinchdan boshqa hech qanday bir qo'rqinch undan qolmaydi. Amri
deydi, yeni bu abdi şu padişah menden gap arlıqını sorab, mana o Muhammed peygamberinin nimege buyurup, nimedin tosqanlıqını bir deppasan degende, men dedim o Allah subhanahu ve ta'alaga boysunuşqa buyuruydu. Allah'a asilik qilishdan tosudu. Yaxshilik, urug' tuqqanchilik munosabatini ulashqa buyuruydu. Zulm ve tajovuzchilikdan, zinodan, haroqdan, tosh ve but kesaklarga ibodat qilishdan tosudu. Desem, o nima degan güzel dedi. Aziz birodarlar, mana bu yerda her qandaq padişah mening buyruqimga bo'ysunasan, mening hukmimni qabul qilasan, faqat mening amrim ostida bo'lasan deydiganligi bu butun padişahlarning tabiati va shundaqlar hayoti edi. Ammo islom insonni insonga bo'ysunishga chaqirmaydi. İnsonni insonning qulluqiga kirishga chaqirmaydi. Faqat Allah subhanahu ve ta'alaga boysunuşqa, yani insanı dünyaya əkagan ve dünyada urullaştırgan, hem özünün küçü bilen dünyadan əpkedidigan yaratqıçıga qul buluşqa boysun deydi dedi. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam vasıta, Allah'a razı, Allah Teala'ga qul buluşning, Allah'a boysunuşning vasıtası. Resulullah onu köstüdü, onu bayan kılıdı. Ve şundaqla ictimai ahlakның en güzelleriga zina, harak, ve onundan başka bir-biriga tabiqivozlik qilib, yani zulm qilish, tajovuzchilik qilishni to'sidi. Bugungi kundagi eng taraqqiy qilgan jamiyatda nimaga insonlar ehtiyoj desa, mehr shafqatga ehtiyoj, kuyunishga ehtiyoj, ko'ngil bilishga ehtiyoj birodarlar. Bugun insonlar eng och bir narsa bor. U bo'lsa-mu mehr shafqat. Bu yok. Ama İslam del bununla buyuruyor. Ata, ana, bala her bir kişiye muhabbet, kuyunuş, köngül bölüş ve onun hakkını toluq ada qilish, onun zulüm qilmaslik, adalet ile muamele qilish. Mana bu İslam'ның her qandaq cahiliyet cemiyetinden farqlanadigan ve insanı baxtli xotirjam qiladigan taraflari bu aziz birodarlar. Yani bu dedi, mening kichik qarindishim oldida deganimizga o'xshash, axloqi yaxshi, o'zi muloyim. Biz agar u ma'qul desa, Muhammadga ishinib, o Muhammadga agishimiz dedi. Lekin mening qarindishim bu hukukka bek pıksık. Yani hukukna belgisi yok. Her kandak nesine belsi biridu. Ama hukukta vermediğini bundak addi hukukna tapşırıp birip o başkalarınki keynide olturduğun, ayak tarafında olturduğun başkurguçu bolsa bulut ki ama başkurguçu buluşunu kalamaydı. Degen bu ameli ahvalni degandekin Peygamber aleyhissalatü vesselam aytgan Amr ibn al-As deydi, agar sening o qarindishing musulmon bo'lsa, uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining podishahlik qasida qo'ydi. Huquq Allohga tava bo'ladi birodarlar. Demak, o yani şu xalqni, şu yurtni, şu davlatni boshqaradi, ammo Allohning tuzumi bilan boshqaradi. Islomning sistemasi bilan boshqaradi. Allohning hukmini asos qilib turib boshqaradi. Ammo shu boshqaradi dedi. Bu huquqni payg'ambarim berdi dedi. Ve baylidan, şu yurtning baylaridan sadaqa elib, onu şu yurtdagi faqirlarga berdi. Yani cemiyetke birbiriga kepil buluş. Baylar yuqur o'rniklardan elib, qo'lida balidan elib, tuvandagi kambag'al yo'qsizlarni baqidi. Mana buni bugun taqa davlat özününki fuqaralari ve xalqining qiyinchilikda qolganlarini bequvvat dedi birodarlar. Ammo bugun davlat kishilardan elib baqıvatıdı. İslam mana bunu 1400 yılın aldıda sen onu rızıkını Allah berdi,
o qo'lingdagi Allohning amonati, sen o orqali mening bandalarimga yaxshilik qilgin, uning ajrini men beraman, mukofotini men beraman deb uni 1400 yil burun islom buni bekitib bo'lgan. Bu abdi dediki, mana bu degan ajoyib go'zal axloq ekan bu. Haqiqatan bir yaxshi axloq ekan bu. Sadiq degan nima dedi? Sadiq degan nima endi? Deb so'rganda men uningga payg'ambar alayhisolatu vasallam mallininki din elnitgan bu sadiqligini xabar berdim. Ya'ni qo'y, kala, tugi degandek bu mallidan elnadigan sadiqalarni dedim. Demek o bir chorvachilikqa tayinadigan bir davlat bo'lganligi uchun uning xalqi asosiyatdan chorva boqadigan, chorva orqali o'zining davlat kirimi va milliy kirimlarini hal qiladigan xalq edi birodarlar. O dedi ki vallahi ma ara qavmi fi ba'di darihim dedi. Allah bilan qasam ki men qavmimni bu milletni, bu xalqimni o'zining yurtida turib o'zining qo'lidan mal iqtisodini elni bo'lishini qat'iy xohlamaydi. Bu taqdi o'zining jenini o'zi beqib, o'zi yaylab qilgan bu mallidan buni zakat olamiz, o'shir olamiz desa buning unumaydi. Desam o buna cevap verdi, bunun unumaydı dedi. Ben bunun dedim ki ya bunun unaydı. Bu yani şu kişiler bu malının Allah'ın meli ikenlikini, Allah o malını belgellikini bilgen vakitte unaydı. Mesela sen bir bulunun padişahı, eğer sen uladın baş dep koysan unamdı dedim, unaydı dedi. Unda olgan çağda ula hem bunun unaydı. Ana şundaq diyalogla, söhbetler ötkendin kin bula şu yeşi çoğ boğan, hukukta güçlük boğan qerindişinin qışqı kirdi. Qerindişinin qışqı kirip akirdi, men onun qışqı kirdim. O gepingni de dedi. Men onun xatni berdim. Xatni açtı, okudu, ahirisi berip qerindishiga berdi. O mu okudu? Okup dedi ki Qurayshning ahvolini so'zlab ber menga. Uni qanday qildi degandikin men ularga dedim ki Quraysh mi ergashdi? Mana bugun Quraysh Rasulullohni qo'g'lab chiqqan, yurtini qo'g'lab chiqqan Quraysh bugun uning ergashdi. Oldinda ikki yo'l var. Ya dindin yüz verirse ya ki dingi kirirse. Dingi kirirsen salamet kalırsa, özəngnin ornida kalırsa, eğer dindin yüz verirsen sen bu dinga kılıç bilen mecburlanırsan. Yani oturga sen uruş içtin başka yolunu koymaysın sen dedim. Mana bula İslam'ını kabul kıldı ahiriste. Demek aziz buraderler bu vakalık bir müminin imanının kandak buluduğallıqını, iman insanға kandak cesaret, yürek ata kılıduğallıqını bir vaqılı buludu buraderler. Mana Amr ibn al-As radıyallahu anh addi bir fukra. Addi bir Müslüman. Ama o Allah'a bo'lgan iman bilen mening hayatım ve mamatım Allah'ın qo'lida. Rabbim bu canını özü bergen ve hem bu canını özü alıdı. Mening bana bütün dünyadaki insanlar menfaat yetkizishni irade kılsa hem Rabbim takdir kılgandan başkasını yetkizemeydi ve ziyan yetkizishni irade kılsa hem Rabbim takdir kılgandan başkasını yetkizemeydi degan bu imanға, bu itiqad bilen yani şundaq padişahlarning qışıga yalğız beşi bilen berip padişahlar bilen söhbetleşalidi. Ularga gap qilalidi. Amaliyotda o padişahlarning qışıga berip gap qilish, söhbetleşish bu oson ish emas bu.
Bununla gap qilish uchun iymon, bununla gap qilish uchun kuch, bununla gap qilish uchun jasorat, bununla gap qilish uchun navbatida o'zining hayotini qurbon qilishni talab qiladi. Mana bular islomga ana shundoq fidokorligi va Allohga bo'lgan haqiqiy tavakkuli, shundoqla bu iymondan olgan jasorati bilan qaddini tik tutib Alloh subhanahu va taoloning diniga xizmat qildi, birodarlar. Demak, islom bu bir da'vat bu. Bütün sohaga da'vat, bütün kishilarga bo'lgan da'vat, bütün insonlarga da'vat. Chunki islom birinchi Allah dünyanın mutlak hükümranı ve dünyanı yaratkucu zat degan bu tasavvur, bu prensip asasında insanlara muamele kılıdı. Sen şu Allah subhanahu ve ta'alaga boysun, Allah'a baş ek, Allah subhanahu ve ta'ala'nı itiraf kıldı. Şuna kanda bir kişi Müslüman olsa Allah onu tinçlik yoluga özü bilen tinç, Rabbi bilen tinç, insanlar bilen boğan tinçlik yoluga yetaklaydi. O Allah bilen hesapta salamet yoluga, kişiler bilen mening qarindishim, mening birodarim ve başkalar hem mening bu hayattaki ulağa en samimiy, yaxshi kuyunadigan kişiler deb muomala qilishga özü bilen hem men bir Allah Taala'nın dünyadaki vazifasini icra qiladigan, Rabbim yüklegan amanatlarni ko'taradigan bir banda bu vazifani icra qilish yo'lida nima kelsa men uningga rozi deb yashash bilan bir mu'min o'zining hayotdagi qimmatini, ma'nosini haqiqiy topa oladi, birodarlar. Demak, bu maktub biz musulmonlarga islomning tabiati, xarakteri ve bu dinning qanday din ekanligini bizga ko'rsatib turadi. Biz bu dinni mana yuqorida ko'rganimizdek, bunun devletidan, hakimiyetidan, cemiyetidan, her narsadan ayırıp turup tasavvur qilishning mumkin emasligini. Bu din insonlarni tinchlik, baxt, saodat yo'liga yetaklaydigan ve shundoqla baxt, saodat bilan dünyada hayat yaşashga chaqiradigan din ekanligini, İslam aldı bilen insanların kulluk, xorliqdan qutuldurup fakat ve fakat Allah subhanahu ve taola'ga kul bo'lish bilan mana bu zaminda adalet ve haqiqiy barobarlikning o'ttirg'i chiqishi orqali bir baxtlik yashashni tashabbus qiladigan ve asosiy shuningga chaqiradigan din, aziz birodarlar. Allah subhanahu ve taolo hammamizni bu dinga to'liq amal qilishni nasib qilsin ve bu dinning yo'lini qabul qilishni nasib qilsin.